3. Bab. İnsan tabiati va nomus. Tangrining insonga ato qilgan ne'matlar ichida aqldan qolsa, nomus hayotdanmi a'tiborliq narsa yo'q. Xotiramdan. İnsonga ato qilingan insoniy tabiatning jini bo'lgan eng beg'ubar, eng yuksak va eng qudratli bir ruhiy kuch bor. U bo'lsa-mu nomusdir. Nomus bilan inson tabiati ayrilmas bir butunlikdir. Nomusdan mustasno inson tabiatinimi inson tabiatsiz nomusni tasavvur qila olmaymiz. Vaholanki nomus faqat insonga xos. Agar nomus bo'lmagan bo'lsa, insonlik shon-sharafmi bo'lmagan bo'ladi. Shunga biz ma'lum nuqtadan nomusni inson tabiatini nurlantiradigan cho'lpon, insonga ma'naviy go'zallik bag'ishlaydigan angushtar, kuch-qudratga va yengilmaslikka qalqon bo'ladigan muqaddas qurol deb qaraymiz. Nomusning insondagi boshqa ma'naviy ulgulardan farqlanadigan bir alohidaligi shuki, nomus odam tug'ilishi bilan tang tug'iladi. İnsanın takamullashiga ergishib takamullashidir. Bu nuqtadan nomusni asli inson tabiati bilan iqtidorga o'xshatish mumkin. Aql kuchi tarbiyadan mahrum bo'lsa, hayotiy kuchini yo'qotadi. İnson tabiatimi parvish orqali o'sib boradi. Nomusmi inson vujudidagi nozik guharga o'xshaydi. Uni nihoyat ehtiyotchanlik bilan asrashga to'g'ri keladi. Birla to'kilgan nomusni asliga keltirgili bo'lmaydi. Odam o'z tabiatiga yarasha nurg'un narsalarni o'rganib oladi. Biroq aql, tug'ma tabiati, nomus qatorliq 3 narsa tabiiy bo'ladi. Uni o'rgangili, do'rib olg'ili, taqlid qilib olg'ili yoki oriyat olg'ili bo'lmaydi. Yana bir farqi mavjudki, yuqorqi 3 angushtarning har bir insonda va insonlar tubida tutgan nisbati o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilarda insoniy tabiat ustunlik qozongan bo'lsa, ba'zilarda hayvoniy tabiat ustunlik olgan bo'lishi mumkin. Ba'zilarning aqliy iqtidori yuqoriroq bo'lsa, ba'zilarning tuvarrak bo'ladi. Ba'zilarning nomus eng yuqoriroq bo'lsa, ba'zilarning tuvarrak bo'ladi. Yuqorqi 3 tarkibiy qismning qandoq bo'lishi o'zaro bir-biriga ta'sir ko'rsatib turadi. Biri kuchlik bo'lsa, u yana biri uchun muhofazachi bo'la oladi. Bir taraf ojizroq bo'lsa, yana bir tarafning ezqishimi o'ng'ay bo'ladi demak. Biri yiqilsa, yana birining yiqilishini tezlatadi. Shunga 3 tarafga teng e'tibor berishga to'g'ri keladi. Asli inson tabiati nuqtasidan kuzatganda biz shunga diqqat qildikki, hech qanday odam o'zining tug'ma tabiatiga hargizmi osiylik qilmaydi. U yaxshi tabiat bo'lsin, yomon tabiat bo'lsin, har qanday sharoitda va hayotning har qanday bosqichida o'zini oshkorlab turadi. Garchi odam o'z tabiatini yoshirishga har qancha mahir bo'lsa-mu, lekin inson faoliyatchan maxluq bo'lg'achqa, halqiliq paytlarda u o'z tabiatini ko'rsatmasligi mumkin emas. Agar inson o'z tabiatining aksida ish qilishga qodir bo'la olsa edi, har bir odam o'zining tabiatini xohlagancha o'zgartira olgan bo'ladi. Bu nuqtadan qaraganda nomus inson tabiatining muhim bir tarkibiy qismi. Biroq inson tabiati tabiiy bo'lish bilan birga yaxshi xarakterlik va yomon xarakterlik deb ayriladi. Ilm-fan, ta'lim-tarbiyaning kuch-qudratimi inson tabiatidagi mundaq qarama-qarshi xarakterlarni tubdan o'zgartirib o'tishga qodir bo'la olmaydi. Alayliq bir ota va bir onadan tug'ilgan, o'xshash o'qituvchining qo'lidan tarbiya olgan, o'xshash muhit, o'xshash sharoitda o'sib yetilgan bolalarning tabiati xuddi qilibni qo'yib qo'ygandek o'xshash bo'lmaydi. Yana biri qo'rqinchoq, yuraksiz, nomard kishilarni ma'arif va ta'lim-tarbiya shundoq qilib qo'ygan emas. Agar bir odamning vujudida yaxshi tabiat ustunlik o'rnida turgan bo'lsa, ta'lim-tarbiya orqali u tabiat texmi zo'r hayotiy kuchga ega bo'ladi. Agar yaxshi bir tabiat bo'lib, u ta'lim-tarbiya va parvishdan mahrum qolsa, xuddi yaxshi meva beradigan bir tüp ko'chat parvish qilinmay, suv quyilmay, o'g'itlanmay, kerakdan chiqqandek ish bo'ladi. Nomusning har bir odamdagi ojiz va kuchlik farqi bo'ladi. Ijobiylik, salbiylik farqi bo'lmaydi. Biz odatda tilga oladigan g'ururlik, vijdonlik degan sifatlar nomus kuchining har xil ifodalanish shakli. Shundaqla uning beg'ubar holati. G'urursizlik, vijdonsizlik deganda u nomusning bulg'angan, zaiflashgan, yomon ruhlar tarafidan shura qilib o'tilgan holati. Biz buni odatda nomussizlik deymiz. Hargizmi nomusni yaxshi nomus, yomon nomus deb xarakterlamaymiz. Lekin inson tabiatini yaxshi tabiatlik, yomon tabiatlik deb xarakterlaymiz. Bu nuqtada inson tabiati bilan nomus o'zaro kesishadi. Yaxshi tabiat bilan nomus o'ng tanasib bo'lsa, yomon tabiat bilan nomus ta'tur tanasib bo'ladi. İnsanның yaxshi tabiati ko'p hollarda nomusning jilvasi orqali ifodalangachga, biz nomus kuchining kuchlik yoki zaifligiga asosan shu kishining tabiatining yaxshi yomonligiga baho bera olamiz.
Nomus inson ruhiga shuncha nurona va beg'ubar go'zallik ato qilib turadigan yagona tuyg'u. İnsan ruhi nomus kuchi bilan shuncha yuksak, oliyjanob va shuncha erkin parvoz qilg'uchidir. Shunga odam nomus bilan go'zal ham qudratli. Agar nomusdan judo bo'lsa, uningdan yerginishlik, badbashir narsa bo'lmaydi. Nomussizlikdan battar qabih razillik bo'lmaydi. Kishilar nurg'un mahrumliklari haqida qaqishidi. Meningcha, eng cho'ng mahrumlik va yo'qotish hayotning eng nozuk, eng ativorliq, eng qadr-qimmatlik, eng pok bo'lgan ne'mati nomusdan mahrum qilishi desak bo'ladi. Nomusdan mahrum bo'lish hisobiga erishgan har qanday narsa insonga qadr-qimmat ato qila olmaydi. Nomusdan judo bo'lish hisobiga erishgan har qanday imtiyozning qilchimi e'tibori yo'q. U odamning qadr-qimmatini butunlay yerga urishdan qutulolmaydi. Qalbning sodiyasidan judo bo'ladi. Odamga ko'rkamlik ato qilib turadigan qalb qasrimi gumron bo'lib ketadi. Yuzning qizarishi yurakdagi dog'ni siyirib o'tadi. Odam qizargan, nomusdan o'rtangan chaqdila uningda yaxshi tabiatlik man uyg'onadi. Nomus bo'lgandila aqlmi o'zi bilan birga bo'ladi. Aqlmi o'zining kuchini ko'rsata oladi. Kuchlik dushman odamni nurg'un narsalardan mahrum qilishga qodir bo'la olsa-mu, nomusini tortib olishga hargizmi qodir bo'la olmaydi. O'zining nomusini o'zi setayotgan nomussiz odam o'zining qotilidir. Nomusini sotgan odam uning puliga nima setib olishi mumkin? Odam uchun nomusini setib etish eng dahshatli jazo bo'ladi. Odamning o'zidagi odamiylik tabiatiga osiylik qilishi uningdagi nomus kuchining zaiflashganligidan yuz beradi. Nomusliq odam hargizmi o'zining pok tabiatini bulg'ashni ravo ko'rmaydi. Nomus bilan odam shundoq go'zal, nomussiz odam eng yerginishlikdir. Nomus barbod bo'lsa, axloqmi gumron bo'ladi. Odamni hayvondan farqlantirib turadigan 3 muhim omil bor. Uning birisi aql farosat. Chunki tabiat olamida odamdek yuqori darajadagi aqliy qobiliyatga ega boshqa biror maxluq bayqalgani yo'q. Ikkinchisi, faqat odamda nomus qilish tuyg'usi bo'ladi. Hayvonlarda bundoq nomus tuyg'usi yo'q. Shunga kishilar nomusini bilmaydigan kishilarni hayvonga o'xshatadi. Uchinchisi, ilm fanga tayinib o'zini o'zi qudratlab tura oladigan birdan-bir maxluqmi odam. Bu 3 omil ichida eng e'tiborga munosib, kirsiz, pok narsa nomusdir. Bundoq deyishimizdagi sabab shuki, aql farosat bilan ilm ma'rifatlik bo'lish odamni hayvonlardan ayirib turadigan mohiyatlik belgilarining biri bo'lsa-mu, lekin ba'zida aqlliq deb qaralgan ba'zi odamlarning hayvondan battar nomussiz ishlarni qilib yurganligini ko'rib turamiz. Bilimlik, olimlik darajasiga yetgan bir qism kishilarning odamiylik obraziga dog'da ko'zadigan nomussiz kechiklarni kechib yurganligini uchratamiz. Biroq vujudida nomus ustunlik olgan kishilar garchi aql farosatni to'shmagan ilm ma'rifat o'lchimida texnodon bo'lsa-mu, ularning hargizmi o'zining vijdonini, g'ururini va iymonini bulg'aydigan nomussiz ishlarni qilishni tabiati qat'iy ko'tarmaydiganligini bilamiz. Bundan qiyos qilganda axloq fazilatda eng muhim rol o'ynaydigan aql farosat va ilm ma'rifatdan ko'ra nomusning qudratli kuch ekanligi ayon bo'ladi. Shunga har qancha katta olim bo'lsa-mu, nomussiz odamni odam atashga arzimaydi. Chunki nomussiz odamlarning qo'lidagi ilm algi yaxshilik emas, balki ofat olib kelishi mumkin. Bizda erni nomus o'ldirdi, to'shqanni qumush degan bir aqida bor. Buningdan ma'lumki, Uyg'ur xalqi jangda o'lish, kasallik bilan o'lish va boshqa sabablar bilan o'lishni o'lish hisoblamagan. Balki osiylik qilish, do'st birodarlarini razil manfaatning qurboni qilish qatorliq nomussizliklarni haqiqiy o'lim hisoblagan. Shunga nomussizlikni axloqsizlikning eng yuqori cheki deb qarashga bo'ladi. Nomussiz odamdan hech kimga vafo kelmaydi. Nomusini yo'qotgan odamning axloq fazilatdan gap setishi texmi nomussizlikdir. Nomus qalb qasrida pinhondir. U qon tomirlariga singan. Uni mikroskop bilan ko'zatkil bo'lmaydi. Biroq u shundoq bir kuchki, u shundoq sezgur, nozuk va sehriy kuchga boy bo'lib, har qanday yaxshi yomon ishlarga nihoyat tez imkos qaytaradi. Odamni doim eng zarur mas'uliyatli ishlarga boshlaydi. Yaxshilik tarafga ishtirok qilib turadi. Yomon ishlardan ogoh bo'lishga undaydi. U insonni yomon ishlardan ogohlantirib, saxovatli ishlarga moyil qiladi. Nomus va vijdon qalbning darajasi bo'lg'achqa, hammani ko'zitib turish iqtidoriga ega. Biroq bu sirlik, beg'ubar qalb darajasini har qachon vijdondan iborat surtkuch bilan tozalab turish kerak bo'ladi. Nomus bir mahal noli faryod qilib tipirlab, qalb qasrdan qutulishga urinsimi, lekin razillik va nafsoniyat ustunlik qozongan sari nomus bo'riqtirmilik ichida barbara tunjuqib qoladi. Shuning bilan nurg'un nomusli ishlar odatga aylanib ketadi.